Smooth sizlar bilan Insu va bugungi videoda biz Spider-Man moviesini ko'rgani boramiz, ya'ni haqiqiy kinoteatrga. Va hozir soat 9 da borishim kerak. Soat 8:30 bo'lyapti, chunki tezroq tayyorlanishim kerak. Kechasi bilan men qolgan ikkita qismini ko'rib chiqdim, chunki deganda men ancha avval ko'rgan edim. Ko'rgan bo'lsam ham yokida вообще ko'rmaganman men o'rgimchak odamni really. Shuning uchun kechasi bilan ideyalar izlab chiqib, ertalab zo'rg'a uyg'onganman, ko'zim shishib ketgan, lekin hozir muz qo'yishga ham vaqt yo'q. Shunga tayyorlanamiz tezroq. Va yana meni wish listimda bitta narsa umuman o'chadi, ya'ni bitta orzuyim, ya'ni kinoteatrga borish. Va men kinoteatrga shu paytgacha bormaganman va kinoteatrga birinchi marta boraman. 2026-yilda qilgan wish listimda albatta bu o'chadi va men shuning uchun xursandman. Endi siz bilan hozir Spider-Man obrazini yaratamiz birinchi, keyin men yuzimga Spider-Manning makiyajini qilaman. Ya'ni bana bunaqa emas, boshqacha kreativroq qilaman. Shuning uchun video oxirigacha ko'ring, qanaqa qilar ekanman. Hozir sizlar bilan obraz yig'amiz. Meni garderobimda cheklangan kiyimlar bo'lgani uchun kechasi bilan ChatGPT bilan muhokama qildik. Shuning uchun hozir sizlar bilan look yig'amiz. Lookimizning asosiy ranglari qora va qizil bo'ladi. Mana shunaqangi yuzga qora, mana shunaqangi buni ikkovi qora va endi bu yog'ini qizil qilamiz. Men hozir darrov kelib chiqaman. Endi obrazni boyitamiz. Farzona, agar bu vlogni ko'rayotgan bo'lsang, meni kechir, menda boshqa ideya yo'q edi. Ro'molingni berib tur, qizil ro'molingni. Opacha deyman yana seni, opacha. Opajon, ro'molingizni berib turing. Hozir bizda tezroq bo'lamiz. Ikkita narsa bor qizilga, bo'yinga taqish uchun. Bittasi mana shunaqangi qizil uzun bo'ladi. Bittasi mana shunaqangi gul yaxshi turadimi yoki qizil galstuk bilmayman. Chunki gul taqsam tushmaydi. Agar gulni taqsam faqat mana shunday bo'lib turadi bu. Lekin qizil galstukni taqsam mana shunaqasiga ham aylanib turmoqchi bo'ladi. Endi tezroq yuzimga chizishim kerak bo'lsa, qanaqa ko'rinishi ham mana shunaqa yuraveramiz ko'chada. Chunki hozir shilyapmiz. Shunaqangi opsiya. Oyoq kiyimim malla bo'lib qoldi. Chunki qora oyoq kiyim topolmadim. Shoshilyapman. Xayr aya. Ko'rdim, avtobus kelyapti ekan. To'g'risini suyalyapman, bunaqa makiyaj. Tang. Tezroq endi avtobus kelmasa kech qolyapman. Doim o'zi kech qolib yuraman-a. Assalomu alaykum. Manaman va Avazgul kutib turibdi meni. Avazgul ham chunki meni to'garagimga boradi. Ham hozir kutib turibdi meni. O, ana. Avazgul. O'zimga men taklif qilgan edim. Atak unga alohida tiket olmaganman. Bitta o'zim mana shunaqa qo'yadim rasmiga. Kinoteatr kelyapti shekilli. Da. Hatto mana shunisi yechib qo'yam bo'yim bog'imda. Takoy dedi-ku.
Tokoy. Takoy. Har bitta narkomanikiga avtobusga, har bitta taksiga qaradim, ishonasanmi, to'xtagan. Shumikan. Tepamga qizil kiyim, pastini qora kiyman degan, tepasiga qizil kiyish kerak, qarab. Hamda qiyshiq ishlaysan. Sorry. Yo'q. Promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête. You don't remember me, but I have something to tell you that's gonna sound crazy. But it's the truth. And I know you're gonna believe me because you're very good at telling when I'm lying. Evie, can you check the calibration of my target matrix? That doesn't feel zeroed into me. Checking target calibration. Again! I'm assuming that Charles would lie. I got a facial match. Did you want me to find it? No. Look, I can explain it. I need to know, please. I'm both. Hi. Hey. Flower guy, right? From the party? I'm Peter. Okay, hello. Cho'ta tanish ko'rlik, manch salomlashib, avval do'stim bilan to'yin qilardik. Peter. Hop, biz chiqdik. 2 soatda siqilib ketdik вообще. 2,5 soat почти. Почти 2,5 soat deyman. Bilimdan. Bora. Bora. Mana biz мороженое yedik. Avazgul bilan xayrlashyapmiz biz hayga. Sen мороженое olib turibdi, men hali shuncha boray. Film haqida qisqacha fikrimni bayon qilsam, montajini cho'chib qo'ydim videoyimda. Xullas, filmga men 10 dan 7 lar beraman, chunki men anchagina ko'p narsa kutib kelgan edim. Chunki aytganimdek bir kun avval ko'rganman, uyga qaytish, uyga yo'l yo'q, uydan uzoqda qismlarni ko'rganman va yangi kun qismi menga wow degan emotsiyani bera olmadi deyman. Lekin yaxshi bo'ldi. Ayniqsa o'rgimchak odam o'zini kimligini topganida, ya'ni I'm boss dedi-ku, sen qaysi birisan, o'rgimchak odamsan yo Peter Parkermi deganda, ya'ni o'zligidan qochmasdan o'zi bo'lishni o'rgangan qismi yoqdi va spoiler bo'lmasin iltimos, lekin Jane degan yovuz zlodev bilan birlashib unga yordam berganda o'zi ham yolg'iz qolganini bo'lsa ham boshqalarga yolg'izlikni bildirmaslikka yordam bergani juda ham yoqdi. Yana bir yoqqan joy oxirida uni do'sti, yaqin do'sti tanib qolgani, oxiri вообще zo'r bo'lib gap qoldi.
bu yerda bu yo'g'i nima bo'lishiga baribir odam qiziqadi. Endi necha yil kutamiz bilmadim qolgan qismini. Hali chiqadimi, yo'qmi, YouTube'da boshqachalik chiqadimi. Va yana bu qismda yana bir qisqacha spoiler, Hulk ham o'ynagan. Va Hulk o'lgan payt вообще asta-sekin o'zi nima Marvel ham o'lyapti-ya. Boshida o'zi temir odam o'ldi. Keyin Hulk o'ldi. Yana kim o'ldi bilmadim. Chunki Marvel ko'rmayman uchun. Lekin вообще zo'r bo'ldi. Bunda emotsiyalarim shotki, men kutgan emotsiyamni olmaganimga 50-50 bo'ldi deb qabul qilaman. Sizlar bilan bugungi videoda insu bo'ldi va agarda meni hozirgacha kuzatib kelayotgan bo'lsangiz hammaga rahmat. Kommentlar albatta sizlardan kutaman. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki bir kunda biz tabriklashlar mumkin 100 ta podpischik keldik, ya'ni kechagina men 100 ta podpischikni nishonlagan edim. Bugun o'zida 200 ta qilib qo'yibsizlar, barakalla. Может, ertagacha yana 300 ta qila olarsizlar. Ya'ni har kun 300 har kun 100 dan qilib, может, sentyabrgacha 1000 ta obunachi yig'a olarman. Ikkiga telefon ola olarman balki. Shuning uchun qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agar video shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, mana shu Spider-Man stikerni qoldirib